Brauf akademiyasi mebel sohasida bilim berishga ixtisoslashtirilgan akademiya bo'lib, akademiyamiz 2024-yilda tashkil topgan. Shu kungacha akademiyamizda 400 ga yaqin o'quvchilarimiz bilim olishib, stabil va doimiy daromad topishmoqda. Akademiyamizning asosiy maqsadi mebelchilarning ishini osonlashtirish, ishlab chiqarishdagi xatolarni kamaytirish va shu orqali O'zbekiston mebel bozorini rivojlantirishga hissa qo'shishdir. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ta'lim olish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Kiraverishda sizni reseption xodimlari kutib olib, kurslar bo'yicha batafsil ma'lumot berishadi. Akademiyamizda 5 ta nazariy darslar xonasi mavjud bo'lib, bu xonalarda darslar qulay va tizimli tarzda olib boriladi. Bundan tashqari to'liq jihozlangan amaliyot xonasi mavjud. O'quvchilarimiz amaliyot jarayonini nafaqat akademiyada, balki Brauf Wood ishlab chiqarish zavodida ham o'tashadi. Shuningdek, bu yerda o'quvchilarimiz uchun kofe break qilish imkoniyati mavjud bo'lgan oshxona ham bor. Hozirgi kunda Brauf akademiyasida asosiy yo'nalish sifatida bazis mebelchi kursi o'qitilmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'quvchilarimiz tajribali ustozlardan bilim olishmoqda. Shu o'rinda kurs haqida tushuncha berib o'tsam, ta'lim 4 ta modul asosida olib boriladi. Bazis mebelchi. Bu modulda mebel dizayni va to'liq ishlab chiqarishga tayyor chizmalar tayyorlash o'rgatiladi. Bazis smeta. Bu yerda chizilgan loyihalarning xarajatlari, foydasi, materiallar ro'yxati aniq hisoblab chiqiladi. Bazis raskroy. Mazkur modulda materiallarning aniq kesilish o'lchamlari chiqarib beriladi. Bu ishlab chiqarishda vaqt va materialni tejashga yordam beradi. Bazis CPU. Bu modulda esa teshuvchi stanoklar va rover CNC dastgohi uchun tayyor fayl ishlab chiqarish o'rgatiladi. Dars davomida har bir mavzu bo'yicha vizuallar taqdim etiladi. Tayyor shablon fayllar beriladi. Kurs tugagandan keyin ham o'quvchilarimiz Telegramdagi yopiq guruh orqali ustozlardan doimiy yordam olib borishadi. Agar siz ham mebel sohasida ishingizni yengillashtirib, professional darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu kurslarimiz aynan siz uchun. Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq ekrandagi ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Keyin tanishib olsak, ismingiz? Ismim Ulug'bek. Qayerdan? Samarqand shahridan. Ulug'bek aka, darslar sizga ma'qul kelyaptimi? Mana shu jarayonlar haqida gapiring. Darslar zo'r, hammasi noldan boshlab o'sha ikir-chikirlari bilan parametrlarni hammasini o'rganib, yaxshi xullas kalom yaxshi o'rgatyaptilar. Sizga ma'qul? Ma'qul. Uzoqlik qilmayaptimi? Masofalar Samarqanddan kelib o'qishga. Bu yerga bor. Nima sabab bo'ldi aynan mana shu sohani o'rganishingizga? Endi bunga sabab qiziqish, shu nimaga programmalar bilan ishlash menga juda ham qiziq bo'lgani uchun shuni o'rganaylik deb keldik. O'zingiz mebel sohasida ishlaysizmi? Yo'q, men o'zim mebel sohaga ishlamayman. Endi buni o'rgansak, xudo xolasa, daromad qilish. Daromad yaxshi. Maqsad bor. Maqsad bor. Mana darslar bazis dasturi asosida o'tiladi. Mana shu dastur sizni bu darsni qanchalik mukammal o'rganishingizga sabab bo'lyapti. Shu o'sha bazis dasturini o'sha nimani parametrlarini noldan o'rgatsak, shu professional darajada o'rganamiz, xudo xolasa. Bugun qaysi mavzuni o'rganamiz? Bugun shu fasadlarni, hali fasadlarga keldik. Fasad eshiklarini qo'yish, petlelarni joyiga qo'yish, o'shaning parametrlari, teshiklarini qanday qo'yishni o'shani o'rgandik. Mana shu yerda o'qiyotgan o'quvchi sifatida boshqa mana shu sohani o'rganmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilgan bo'larmisiz? Albatta, kelinglar, o'rganinglar, zo'r. Hammasi zo'r o'rgatiladilar. Ana u kuratorlar ham zo'r, ustozlar ham zo'r, hammasini joyiga ish qilib qonli miyaga joylashtiradilar-da, xudo xolasa. Ko'ngildagidek. Keling tanishib olaylik. Ismingiz? Islom. Islomjon, mana shu Brauf akademiyasida qanchadan beri tahsil olyapsiz? Qancha bo'ldi kelganingizga? 8 kun bo'ldi. 8 kun bo'ldi. 8 kun ichida nimalar o'rgandingiz? Furniturlarni yasashdi, keyin boyagiday chizishdi. Darslar haqida sizning fikringiz? Juda yaxshi emas. Mana darslarda asosan bazis dasturi orqali o'tilyapti. Mana shu dasturni sizga qanchalik foyda beryapti? Qanchalik afzalliklari bor? Afzalliklari ko'p. Yaxshi, hozircha mana shu akademiyani boshqa hamkasblaringizga ham tavsiya qilgan bo'larmisiz? Hammaga tavsiya qilaman. Nima uchun? Ish bitta stilda ketadi-da, qog'oz ruchka qilmaydi, faqat kompyuterda bo'ladi hammasi. Hammasi demak zamonaviylashgan, avtomatlashgan tizim. Shunaqa. Xo'p, keling tanishib olaylik. Ismingiz? Azizjon. Azizjon aka, qayerdansiz? Men Buxoro shahridan. Buxoro shahridan. O'zingiz mebelchimisiz? Mebelchimiz. Qancha yildan? Yoshligimizdan, ota kasb. Brauf akademiyasida mana hozir tahsil olyapsiz. Bugun nimani o'rgandingiz? Bugun korpus yig'ish, tortma ishlari mana shu.
Mana darslar bazis dasturi asosida o'tilyapti. Bu qanchalik qulaylik yaratadi deb o'ylaysiz? Mana avvallari bu kasbni o'rganish uchun aynan mana shu dasturlar bo'lmagan paytda uzoq vaqt talab etilardi. Mana hozir qisqa muddatda o'rgansa bo'ladigan sharoit yaratildi. Endi misol 10 yil oldin oladigan bo'lsak, misol o'sha adamiz bilan ishlab yurgan jarayonni o'sha paytda haqiqatdan vaqt cho'zilib ketardi, yo xomashyo yetmasligida представление bo'lmasdi-da. Hozirgi sharoitda daftarda chizish yo'q. Xullas elektron kompyuterda chizasiz. Bo'ldi, hammasini qilib beradi. Ba'zisi mana shu uchun kerak. Mana shu akademiyada yaratilgan sharoitlar, deylik bu yerdagi ustozlarning bilim berish darajasi sizni qanchalik qoniqtiryapti? Hozircha 0 dan 10 ballgacha olsa agar 10 ball. Demak, o'zingiz xohlagan bilimlarni tajribali ustozlardan o'rganyapsiz. Albatta. Azizjon aka, mana shu yerda o'qib, boshqa mebelchi hamkasblaringizga ham mana shu akademiyani tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Iloji bo'lsa, hamma ustolar kelib o'qishi kerak. Tavsiya 100%. Demak, bu sohada faqat tajriba emas, balki bilim ham muhim rol o'ynaydi, to'g'rimi? Ya'ni ishda. Ko'rib turganingizdek, bir Rauf akademiyasi o'z missiyasi yo'lida ishonch bilan harakat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Brauf akademiyasi ishonchli hamkor.